Tafsiri muyassar. Maide suresi. Nahayeti şefqatli ve mehriban Allah'ның ismi bilen başlayman. Ey Allah'a ve onun peygamberge iman keltirgen, İslam şeriatiga amal qiladigan kishilar. Dinning qonun prinsiplariga amal qilish va uniga bo'ysunishdan iborat Allohga bergan ahdanglarga vafo qilinglar. Öz aranglardagi omonat va ilm setim qatorliq Allohning kitobiga va payg'ambar alayhissalomning sunnatiga muvofiq elib berilgan ahdlaringlarga vafo qilinglar. Allah sizlarga chorvalardan to'ga, kala, qo'y qatorliqlarni halol qildi. Lekin haromliqini sizlarga bayon qilib bergan o'zi o'lib qolgan mol va qon qatorliqlarni, shundaqla sizlar haj yoki umrga ihrom bog'lagan cheg'inglarda ovlashni halol sanamanglar. Shubhisizki Allah o'zining hikmati va adolatiga asosan o'zi xohlagancha hukm qiladi. Ey Allohga va uning payg'ambariga iymon keltirgan, islom shariatiga amal qiladigan kishilar. Allah bekitgan chek-chegaralardan va ko'rsatmalardan chetnab ketmanglar. Zulqa'da, Zulhajja, Muharram va Rajabdan iborat urush qilish cheklangan oyda urush qilishni halol sanamanglar. Agar dushmanlar sizlarga bu oylarda urush etsa, ular bilan urushinglar. Shuningdek, qurbonlik molning bo'yniga bu molning qurbonlik qilinadigan mol ekanligi va molni haydab kelgan kishining haj qilmoqchi ekanligining alomati sifatida esib qo'yilgan bo'yinchiqlarga Rabbining fazlini va roziligini tilab, Baytullohga kelguchilarga cheqilishni halol sanamanglar. Sizlar ihromdan chiqqandan keyin sizlarga ovlash halol bo'ladi. Hudaybiyada bo'lgandek biror qavmning sizlarni Masjidi Haramga kirishdan to'sqanligi sababidan kelib chiqqan o'chmanlik hargizmi sizlarni ularga cheqilish qilib bormasin. Ey mu'minlar, o'z oranglarda yaxshi ishqa va taqvodorlikqa yordamlashinglar. Gunoh bo'ladigan va Allohning ko'rsatmasidan chetnab ketishga sabab bo'ladigan ishlarga yordamlashmanglar. Allohning amriga xiloflik qilishdan hazar aylanglar. Chunki Allohning azobi qattiqdir. Allah sizlarga o'zi o'lib qolgan hayvon, eqitilgan qon, to'ng'iz go'shi, Allohdan boshqasining nomi tilga elinib bo'g'izlangan hayvon, bo'g'ib o'ltirilgan hayvon, urib o'ltirilgan hayvon, egiz joydan yiqilib o'lgan hayvon, usib o'ltirilgan hayvon, yo'lbars, shir va bo'ri qatorliq yiritquch hayvonlar yeb qo'ygan hayvon qatorliqlarning go'shtini yeyishni harom qildi. Allah jini chiqib bo'g'izlab olgan hayvonlarning go'shtini yeyishni halol qildi. Allah yana butlarning oldiga elib berib bo'g'izlangan hayvonlarning go'shtini yeyishni va biror ishni boshlashdan ilgari uning xayrlik bo'ladigan yoki bo'lmaydiganligini bilish uchun pal o'g'lari bilan pal soladigan jahiliyat odatini harom qildi. Bu oyatda harom qilingan ishlarni qilish Allohning itoatidan chiqqanlikdir va uningga osiylik qilganlikdir. Men sizlarga nusrat ato qilgandan keyin hozir kofirlar sizlarning dininglarni yo'qotishdan va sizlarni iymondan kufrga qaytarishdan umidini uzdi. Shunga ulardan qo'rqmanglar, mendan qo'rqinglar. Bugun men sizlarning dininglar bo'lgan islom diniga nusrat ato qilish va shariat ahkomlarini tamomlash orqali sizlarning dininglarni kamoliga yetkazdim. Sizlarni kufrning qorong'uliklaridan iymonning nuriga chiqarish orqali sizlarga bergan ne'matimni tamomladim. Islomni sizlarning dininglar bo'lishga tanladim. Uningga chin esilinglar. Uni qo'yib bermanglar. Kimki ochliqda qilib, ilojsizlikdan, gunohni maqsad qilmasdan harom qilingan narsalardan yesa, uningga gunoh bo'lmaydi. Chunki Allah
uni nihoyatda mag'firat qilg'uchidir. Uningga intayin mehribondir. Ey payg'ambar, sahobalarning sendan yemekliklardan o'zlariga nimalarning halol qilinganligini so'raydi. Ularga aytqinki, sizlarga pok narsalar Allohning sizlarga bildirgani bo'yicha shikarga o'gitilgan qarchig'iga o'xshash ovchi jonivorlarning ovlagan narsalari halol qilindi. Shunga ularning sizlar uchun ovlab bergan narsalardan yenglar. Ovchi jonivorlarni ovga qo'yib bergan cheg'inglarda bismillah denglar. Allohning amr farmonlariga xiloflik qilishdan qo'rqinglar. Sheksizki Allah nihoyatda tez hisob olg'uchidir. Ey mu'minlar! Allohning sizlarga ato qilgan katta ne'matlardan biri shuki, Allah bugun sizlarga pok narsalarni halol qildi. Yahudilarning va xristianlarning bo'g'izlagan narsalari o'zlarining shariatiga muvofiq holda bo'g'izlangan bo'lsa, uni yeyish sizlarga haloldir. Va sizlarning bo'g'izlagan mollaringlarmi ularga haloldir. Ey mu'minlar! Allah sizlarga yana iffatlik mu'min ayollarni, Yahudi va xristianlardan bo'lgan iffatlik ayollarni nikohlab elishni halol qildi. O ayollarni elishning sharti ularning mahrini berish, iffatlik bo'lish, zinoni ko'zlamaslik, ularni yo'shirin oshni tutmaslik va Yahudi va xristianlarning diniga moyil bo'lib ketmaslikdan amin bo'lishdir. Kimki iymonidan yenib oladigan, uning barliq yaxshi amallari bekor bo'lib ketadi. O oxiratda ziyon tortquchilardan bo'ladi. Ey iymon etganlar! Sizlar namoz o'qimoqchi bo'lganda tahoratsiz bo'lsanglar, yuzinglarni yuyinglar. Qo'linglarni jeynikinglar bilan qo'shib yuyinglar. Beshinglarga masih qilinglar. Putinglarni o'shqinglar bilan qo'shib yuyinglar. Agar junub bo'lsanglar, namoz o'qishdan burun g'usl qilib poklaninglar. Agar suv ziyon qiladigan darajada kasal bo'lsanglar yoki saq bo'lsanglarmi, safar ustida bo'lsanglar yoki hojatdan kelgan bo'lsanglar va yoki ayolinglar bilan yaqinchilik qilgan bo'lib, poklanish uchun suv topolmasanglar, qo'linglarni pok tuproqqa urib, ondan yuzinglarni va qo'linglarni silanglar. Ya'ni tayammum qilinglar. Allah sizlarni tahorat va g'usl ishida mushaqqatni qo'yishni xohlamaydi. Shunga Allah sizlarga rahim shafqat qilish va kengchilik qilish yuzasidan tayammum qilishga ruxsat qildi. Chunki Allah shukr qilishinglar uchun sizlarni pok qilishni, ne'matini sizlarga tamomlab berishni xohlaydi. Haqiqatan Allohning suv bilan poklanishning o'rniga tayammum qilishga ruxsat qilganligi shukr qilishga tegishli katta ne'matdir. Allohga shukr qilish uning buyurganlarini o'rindash va to'sqanlardan yenish bilan bo'ladi. Allohning sizlarga diniy majburiyatlarni yeniklatib berishdan iborat ne'matini va o'zinglarning Allohga, uning payg'ambariga iymon etish orqali angladik va itoat qilamiz deb Allohga bergan va'danglarni unutmanglar. Allohning buyurganlarini o'rindash va to'sqanlardan yenish orqali uningga taqvodorlik qilinglar. Chunki Allah dilinglarda yo'shirgan sirlaringlarni bilib turg'uchidir. Ey Allohga va uning payg'ambariga iymon etganlar! Allohning roziligi uchun haqiqatni chin turinglar va adolatli guvohchilar bo'linglar. Biror qavmga bo'lgan o'chmanlikinglar sizlarni ularga adolatsizlik qilishga elib bormasin. Dushmanlarga-mu, do'stlarga-mu o'xshashli adolatlik bo'linglar. Bundaq adolatlik bo'lish Allohdan qo'rqishga eng yaqindir. Zulm qilishdan hazar aylanglar. Chunki Allah qilayotgan ishinglardan xabardordir. Shuningga asosan sizlarga mukofot yoki jazo beradi. Allohga va uning payg'ambariga iymon keltirgan va yaxshi amallarni qilgan kishilarga Allah mag'firatini va katta mukofotini va'da qildi. Allah ularning gunohlarini mag'firat qiladi. Ularni jannatga kirgizadi. Allah va'dasiga xiloflik qilmaydi.
Allah'ның bir ekanligini inkar qilgan va payg'ambarlarning bu haqiqatni bayon qilib keltirgan dalillarni yolg'onga chiqargan kofirlar do'zax ahlidir. Ular do'zaxda mangu qoladi. Ey Allohga, uning payg'ambariga iymon keltirgan va islom shariatiga amal qiladigan kishilar. Allohning sizlarga ato qilgan xotirjamlik ne'matini va sizlarni yo'q qilmoqchi bo'lgan dushmaninglarning ko'ngliga qo'rqinish solganlik ne'matini eslanglar. Ayni zamonda kofirlar sizlarga qo'l solmoqchi bo'lgan edi. Alloh ularni murodiga yetkazmadi. Allohdan qo'rqinglar. Uning jazosiga uchrab qolishdan hazar aylanglar. Uning o'ziga tayininglar. Uning yordamiga va nusratiga erishinglar. Tafsiri muyassar. Bir guruhi ulamolar nashrga tayyorlagan. Tarjima qilguvchi Muhammad Yusuf Muhammad Tursun. Muharrir Abdurrahim Davlat. Korrektor Abdulaziz Aqhun. 2020-yili yanvar 1-nashri. Teklimakan Uyg'ur nashriyoti tarafidan nashr qilingan. Mikrofon oldida İmran Abdug'ani Sadai. Bu asar avlod detallarida tarqitildi.